Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü dersimiz farzand tarbiyasida vatanni bolalarga so'ydirish, ya'ni vatanparvarlikni o'g'itish haqida to'xtalamiz. Endi vatanparvarlik bizniki islom dinimizda islom asosli islom farzlaridan sanaladi. Chunki vatan bo'lmasa ibodatlarni yaxshi qilg'ili bo'lmaydi va Alloh taolaning buyurganlarini joyida o'rindig'ili bo'lmaydi endi. Şu islom dini vatanni qo'g'dashni muhim farzlardan sanagan. Birinchi insonning o'z vataniga bo'lgan sevgisi tug'ilishdanla bor bo'lgan tabiiy bir xislat. İslam dinimiz vatan sevgisini alayda muhim o'ringa qo'ygan va uningga tashabbus qilgan. Chunki islom dini insoniyatning tabiatiga, ya'ni yaratilishdagi xarakteriga tamoman muvofiq keladigan, qat'iy zid kelmaydigan bir din. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bu vatanparvarlik, vatanga bo'lgan muhabbat nayt cho'nqur bo'lgan. Hatta Mekke'den Allah'ın emri bilen Medine'ye hicret kıldıgan çağda şu Mekke'ye qarab, ey suyumlik yurtum Mekke, qavming meni ketishga majbur qilmagan bo'lsaydi, sendan hargiz ayrilmaydim degan mashhur so'zni qoldirgan. Endi vatan degan mayli uninki bek güzel, cennette güzel yer olsun, ya ki şu Arap cezireleriga o'xshash gulgiyah ünmeydigan yer olsun, qandaqlı yer olsun, vatan ehli üçün aşağı dünyadaki hemmeden bek suyumlik. Bu insanın tabiati, hemmeden özünün vatanını suydu. Süleyman aleyhisselam bütün şu canlıklarını, uçar kuşlarını, hemmenin tilini biletti ve hemmesini başkurattı da bir günü şu höpöpke sen şu bir yani tallap gelgen, yaxşı şu abdan bir yani vatan kılaylı tallap gelgen de buyuruptu. Buyurursa ben tep geldim, nait abdan yani tep geldim, aşağı baraylı tep kepti de höpöp. Bazı bir saslık, sesik buraytkan bir saslıkken o. Hay sen mişyanı bizge vatan buldu da tep geldin mi o diyen keçirisler menin vatanim mişyatı, tuğulgan yerim, çoğulgan yerim mişyatı, benim için dünyadaki hem bir de mişyat şunda çıraylık görünüdü. Şu mişyat başlayıp gelgende depti. İnsan tabiatideki bu bir karakter emdi. Demek hemmeden üzünün vatanını meyli bek terakki qilib vatan bo'lsin yoki aqidi qag'aya bo'lsin yoki noit bek chiroyli shu gulgiyahliq yop yeshil bo'lsin yoki shu qopqora tog'liq andin gulgiyah unmaydi qaya bo'lsin o'zining vatanini yaxshi ko'radi. Bu vatanni yaxshi ko'rishni islom dinimiz qo'llaydi, ya'ni vatanparvarlikka qarshi emas. Endi bu yerda vatanparvarlik masalasida islomga dindarlıkka vatanperverlikni zid qilib qo'ygan hech qanday ish yo'q. İnsanların düşüncesini ba'zi insonlar tushunmaganlikdan shu zid tushunib qoldi. Qanday desa, mushu musulmonlarni biz bir qiblaga qaraydigan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb Alloh taologa iymon etgan musulmonlarni past ko'rib, tuvan ko'rib, özümüzle artık kurvagan çağda, şu çağda andın biz bununki haddini işip ketken bulumuz. Eğer başkalarını mı çetki kalkmasın, özümüzün vatanını, özümüzün halkını kançılık bek söylesek, İslam dinimiz bunu karşı emez. Yani birinciden bu vatanperverlik insanın tabii hisleti dedik, bunu İslam dini kollaydı dedik. İkincisi insanın öz vatanını qo'g'dishi muhim ibadetlerden sanıldı. Çünkü vatanperverlik, yani çünkü İslam dini vatanning barliq fuqarolariga vatanni qo'g'dashni, düşman kelsa unga qarshi ayol demay, cho'ng kichik demay hamma birdek qo'zg'alishni farz qilgan.
Cihat haqida tushgan tunji oyat vatan masalasida tushgan. Ya'ni tunji birinchi oyat cihat haqidagi oyat vatanga bog'liqlik bo'lgan tushgan. Allah Teala musulmonlarga ularni o'z vatanidan qo'g'lab chiqargan uy joylarini va mol mulkini tortib olgan kofirlarga qarshi jihad qilishni farz qilgan chog'da. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Hücum kılınğıçılarga zulümge uçurganlık üçün karşılık görüştüşke ruhsat kılındı. Yani Müslümanlarga. Şəksizki Allah ularga yardım berişke elbette qadirdir. Ular faqat Rabbimiz Allah deganlik üçünla öz yurtlarından nahaq haydab chiqarilgan edi deydi. Vatandan chiqarilganlik üçün ularga jihad qilish farz qilindi demekçidir. Bu ayet Allah Teala Müslümanların Rabbimiz Allah deganlik üçün kafirlar tarafından öz yurtunu qo'g'lab chiqarilganligi ne Müslümanların kafirlarga qarshi jihad qilishga sabab qilib ko'rsatgan. Ayna bo'lganlik uchun shu jihad qilsang bo'ldi deb. Undan keyin Qur'on Karim yana bu vatandan ayrilishni, vatandan quruq qolishni o'lim bilan o'xshash ko'rsatgan. Demak, Qur'on Karim vatanning qimmatini hammadan bak biladi. Biz har qancha tasvir etsak, har qancha qimmatli vatan desakmi, Qur'on Karim uni bizdan bak yaxshi ta'riflagan vatanning qimmatini. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم deydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Ya'ni bu oyat vatanni qo'ldan berishning o'lgan bilan teng ekanligini ifodalash bilan bir vaqtda jonni qo'g'dash qanchalik zarur bo'lsa, vatanni qo'g'dashning shunchalik zarur ekanligiga ishorat qildi. Endi vatanparvarlik ashda. Endi biz asosiy o'zimizningki maqsadiga kelsak, biz bolalarimizga vatanni so'ydirishimiz kerak. Vatanni ular so'ymasa, vatan muhabbati bo'lmaydi. Vatan muhabbati bo'lmasa, ular vatanning ishlariga ko'ngil bilmaydi. Ular vatanning ishlariga ko'ngil bilmasa, vatan unutilib ketadi. Aşı vatandagi o'zining ovozini sirtqa yetkazolmagan, o'zining dardini sirtqa aytolmagan va shu davosini ashada yurgizolmagan bechora xalqninki shu orzu armonlarga xiyonat qilgan bo'lamiz endi. Shunga vatanni so'ydirish kerak. Vatanni so'ydirish qanday bo'ldi bolalarga desa, shu vatanninki tarixini so'zlab berish. Har qanday oilada bolalarga o'zimizning tarixini, o'zimizning urf-odatlarini, an'anamizni ayna o'g'itish, so'zlab berish odati bo'lishi kerak. Bo'labmi oqshomda bolalarni uxlatadigan vaqtida bak muhim endi. Osh oqshomda so'zlab bergan qislar odamning insida qoldi. Agar bola cho'ng bola bo'lsa, uni kun bir haftada bir qancha kun vaqt, bir qancha soat vaqt to'xtab, billa o'qish shu tarixlarni billa o'qish kerak. Biz ash bolalarimizga vatanni so'ydirishga majbur. Vatanni so'ydirish burchimiz bor. Endi bunda so'ydirishda birinchi bizning vatanimizda o'tgan shu nayt mashhur qo'mondonlarimizni, olim ulamolarimizni, ziyolilarimizni, qahramonlarimizni, inqilobchilarimizni ashulalarni bir-birlab tunutish. Bir millatninki o'zining qahramonlarini shunda tunutmasa bolalarga boshqa millatlarninkini ulug'laydigan bo'ladi. Masalan, biz kichik vaqtimizda bu Xitoylar bizning o'zimizning qahramonlarimizni, masalan, Sutuq Bug'roxon, Kurshadga o'xshash Muhammad Emin Bug'ra, Sabit Damollam, Hujniyaz Hacim deymiz. Chiqib bizning tariximizda o'tgan mashhurlarimizni va bizning yetakchilarimizni ularni bizga unutildirib, bularni faqat shu kumi etib, Xitoyning o'zininki Li Huilan deymiz, Dong Sungri deymiz, ismimizni qolsa masalan. Ashunda o'zining qahramonlarini o'g'itib, dunyoda qahramonlar ashu kan deb ayda cho'ng bo'lgan biz. Endi Turkiyaga chiqqan bolalarniki, Turkiyaga cho'ng bo'lgan.
Başqa yerdikini jiq uqmayman. Türkiye'de çoğun olgan ballarınki ama şu Çanakkale kahramanları, Türkiye'ninki Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanları, Osmanlı'nın zamanındaki kahramanları, acı kahramanları diyenler şunda bek okutudu. Okutkanlıkın bizden ballarımız bu başka milletin aşında kahramanları varken bizning yo'q o'xshaydi. Biz deganda bir bichar millat o'xshaymiz deb o'zininki mansubligini yo'qotib, o'zi yashayotgan davlatninki ashunga butunlay tabi yo'lab ketgan, o'zini unutib ketgan bunday ahvollar ko'riladi. Boshqa davlatlarda mana shunday bo'lishi mumkin. Chunki har qanday bir davlatda o'zining qahramonlarini, o'zining fidoilarini, o'zining kattalarini, yo'lboshchilarini o'qitdi-ya. O'qitgandan keyin ular qahramonlar bo'sh ekan, buning o'zida bor ekan, bizning yo'q ekan deb qoladi bolalar. Biz uni o'rgatmasak, biz nada o'qitadi? Maktabda o'rgatmasa, maktabda bo'lmasa bu, jamiyatda texi bo'lmasa, ota-ona o'rgatmasa bu nadan biladi uni? Shunga ota-onaninki gadinda bizningki qahramonlarimizni, kattalarimizni, yo'lboshchilarimizni, olimlarimizni, ziyolilarimizni Hatta her kadar meşhur kişilerimiz ne? Aşınınki tarihini sözlep bir balığı ükütüş mecburiyetimiz var. Onun için vatanımızdaki caylarını, yurtlarını mesela Xotan, Kaşka, Golca, Atoş diyen okşaş aşağıdaki yurtlarımızın güzelliklerini, ondaki yurtlarımızın hatta tamaklarını, her bir yurt mesela bir tamakka meşhur mesela, her bir yurtdaki meyvelerine meşhur mesela. Mesela turpandan üzüm çıkıdı deymiz. Yani bir yer binası çıkıdı deymiz. Bir yerninki lağmını yaxşı deymiz. Bir yerninki samsı yaxşı deymiz. Mesela Xotan'ın girdisi yaxşı deymiz. Şunun okşaş. Aşını tepsili aşının kıçılak. Aynen tunuşturumuzda bilgimizin hemen ügütümüz. Onun için en mühim boğunu Uygurlarını söydürümüz. Uygurlarnınki qandaq yaxshi millat ekanligini, qandaq pidakar, ilg'or millat ekanligini, turkiy xalqlarning ichida birinchi bo'lib shaharlashgan, o'zining yezigini birinchi bo'lib ijod qilgan va islom qonunini dastur qilib, birinchi qatim islom davlati qurgan Uygurlar ekanligini tunishtirishimiz kerak. Masalan, shu Sutuq Bug'roxon 950-55 miladiye yılları şu çağda İslam'ı kabul kılıp bütün devletini İslam kılgan vaxtıda başka Türkiye hiç qanday bir devlet bir İslam bo'lmagan vaxtıda yani İslam hakimiyeti kurulmagan Müslüman bo'lgan bo'lsa-mu ular kimki bo'lgan mesela Selçuklar, Osmanlılar kimki bo'ldi ama biz aşınondan birinci Uygurlarning o'shunda birinchiligini ve Uygurlarniki ayna pidokorligini bizden çıkan kahramonlarni, fidoilarni ularga tunushtirish. Hozirgi Uygurlarimizni bularga söydirish. Çünkü vatanparvarlik, vatanni suyishda tuproqni söymaydi, tuproqni emas. Vatanning ahlini, vatanga ega bo'lgan kishilarni, vatanni tutib turgan kishilarni, vatandan chiqqan kishilarni aşılarını söydiriş gerek. Şularını söylediği vaxtida ularning vatanini suydu. Endi bu yerda chet ellarda mesela biz bu yaşayan memlekette Uygurlar Yunavəllər binasını artıq qimmat qildi və yaxşı qılanmaydı deyilgan gaplar aytacaq. Mən Saudiya Arabistondan qaytib kelishning oldida aşağıdan bu gapni anglatib bunga aytib qarshi turardim. Mayli qimmat qilsinmi qilsin, yaxshi qilanmasimi qilsin. Bu o'zimizningki xalqqa qildirayli. O'zimizning xalqiga ham g'amxo'rlik bo'lsin. Çünkü nurg'un kishilar bu yerga yo o'qish maqsadi bilan ya haj qilish maqsadi bilan yoki boshqa bir maqsad bilan chiqib qolib keyin vatanga qaytarmay qilib qolganlar jiq. Bularning o'zining vatanida o'zining puli bordi, hunarlari bordi, nurg'un ishlari bordi. Bu yerda u nurg'un ishlarni bu yerda qilolmaganligi, yurgizolmagandan keyin shunga ular o'zi bilmagan bir sohalarga kirib bir hunarlarni o'rganib, masalan, bo'yoqchilik deymiz, sirchilik deymiz, o'ylining ishlari deymiz, ajda binasini o'rganib, hamda qilib jinni baqyotdi. Ashuni aytib cho'ng bir g'ayrat ashuchamda biz ashularni qadrlagan holda, mayli mening xalqim mendan boshqalardan jiqroq yerlik xalq altqandan mali jiqroq asimi, malda professional rasmiy %100 qilanmasimi, ish qilib
aşı qilsin deb keng qo'saqlik qilishimiz mushu vatanparvarlikning jumlasidan. Vatanparvarlikning jumlasidan. Chunki biz shularning bir-birimizning g'amini yemasak, kim bizning g'amimizni yeydi? Kim bizni tushunadi? Endi qarshi tarafmi aşı hünərvən qarindaşlarımız, dokunlaşqan qarindaşlarımız aşularmı o özümüzün xalqiga hamda özümüzün xalqiga ayrim, maliga ayrim deb qilmaydi hamda uni. Shunda odam har qanday bir ishni insof bilan, men xalqimni o'zimga jalb qilay, xalqimni o'zimga yaqin qilay degan asosda bir ishni qilib bersin, naydi ko'ngil bilib obdan qilish ve bir narsaning naqidini insof bilan ish qilish. Ikkala taraf bizga insof qilib, bunda qilsa, o'tirimizdagi anta mushkullarni hal qilib bo'ldi. Eng muhimi vatanga bo'lgan vatanparvarlik muhabbati bilan, uningdan birinchi bizningki musulmon qarindoshlik muhabbatimiz bilan shu ishlarni hal qilib bo'ldi. Endi biz shu vatanparvarlik masalasida bizningki vatanimizda o'tgan mayli islomdan burungi o'tgan qahramonlar bo'lsin, mayli islomdan keyingi bo'lsin, mayli hozirgi zamondagilar bo'lsin, ashularni bir-birlab bilmasak biz kitoblardan o'qib, o'rganib, ashularga o'rgatish kerak. Chunki ashular, ashu qahramonlar bolalarimizninki mingisida jonlanadi. Bu ham bunda qahramonlarimiz bor bizning. Bundada. Masalan, Kurshad. Bu Kurshad degan ismni men Turkiyada nayt jiq anglaytdim. Kurshad qahramon desa bu shu Turkiyadagi, mushadagi qarindoshlarimizning qahramoni o'xshaydi deydim men. Faqat bilmaydim uni. Yaqingacha bilmaydim. Keyin men buni o'qisam, bizning vatandagi, bizning Uyg'ur qahramon ekan bu. 6-asrlarda shu chog'dagi Tang sulolasi, shu bizningki 6-asrlarda bizningki Türk davlati o'z orasidagi parçalanish sababli ojizlashib qolganda ular besib oldi ekan bizning vatanni. Shu chog'da bizning vatanda nayt batchiq shu 300 oiladan 600 oiladan ashuni o'sha Chang'anga akitib aşağıda buni atrofini qurshab lager qilib, Xitoyning lageri shu chog'da bo'libdi ekan. Hozirgi lagerdek ayni lager qilib, ayni to'g'izibdi ekan. Shu jarayonda burunqi şu Türk xalqininki o'g'illaridan biri şu Kurshad degan kishi atrofida 40 kishini tarbiyalab, shu Xitoyninki nayt uzun tayyorlikni qildi, tayyorlik qilib, shu Xitoyninki shu demaga podshoh ordusiga besib kirib, qattiq bir hujum qildi. O chog'da bu plan buzilib ketganligi uchun, plan buzilib ketib, shu vaqtdan burun inqilob qilib qolganligi uchun mag'lub bo'ldi, biroq ular mag'lublab 41 kishi Kurshadning o pidoylar 40, o'zi bilan 41 kishi hammasi aşağıda o'lib ketdi. Undan keyin bu Xitoyning nadibak cho'chib qo'rqib ketdi, bak qo'rqib ketdi. Bu Xitoylarning shu to'g'rida shu Kurshadni maqtab, ya'ni o'zining shu dushmani, o'ziga shunda dushmanlik qilgan odam bo'lsin, Kurshadning qahramonligini, oyna g'ayratini maqtab, oyna yozgan nurg'un asarlar bor ekan. Shu Kurshadninki inqilobidan keyin bu bizningki Sharqiy Turkistondagi xalqninki ko'ngliga bir xil g'ayrat paydo bo'lib, qilsak qila olamizku, qarshi tursak bo'la olamiz ekan, deb uningdan xalq qo'zg'alib, bir-birlab kuchlanib, ko'k turk davlatini qurgan ekan. Demak, bu shunday qahramonlarimiz bo'lgan. Biz qahramonimizni biz bilmaganligimiz uchun Türkiye, ma'yadagi qarindoshlarimiz bu tarixni yaxshi o'qiganlik uchun bizning qahramonimizni mishadi jiq so'zlaydi ekan. Nurg'un Kurshad degan turkcha ismlarni jiq angladim men. Hatto internet yozib baqsam Kurshad degan ismlar jiq. Qaysi Kurshad ekan desa, Kurshad degan kim ekan deb yozsam, yani deb birda shu bizning qahramonimizni. Biz shuni bilmay cho'ng bo'lgan. Biz endi bildik, bizim bolalarimiz nereden bildi? Şuna bilgenlerimizi bolalarımızı so'zlab berish masalan. Uningki masalan Sutuq Bug'roxonningki shu chog'da bir inqilob qo'zg'ab, avo demizki, tag'isi, dadasininki vaqtliq varisi bo'lgan tag'isininki keyin Sutuq Bug'roxon cho'ng bo'lgandimi, o taxtni bermagan. Nimasi bilan shu
tağısqa qarşı inqilab qo'zg'ab g'alaba qilganligi, islomni qabul qilib davlatni islom qilganligi, Xotan Qashqa ashadagi xalqlarni islomga kirgizganligi, shularning hammasini bolalarga o'rgatish kerak. Shu bizning qahramonlarimiz. Onunki mesela Seyit Xan'ın Seydiye devletini kuruş için Seyit Xan'ın qancha çabı tatqanlığı. Bunu Seyit Xan hakkında yazgan şu kitaplarda, bizim vatan çıkan kitaplarda nadir tasvirleydi. Seyit Xan'ın qancha çabı tatqanlığı, qahramonlığı. Onunki yakınki vaqtlarda mesela Abdüxaliq Uygur deymiz, Muhammed Emin Buğra deymiz, Sabit Damollam deymiz, Hoca Niyaz Hacim deymiz. Səley Doğu deymiz, Yetti Qızlarım, Nuzugum, İbarxan, aşlarını həmmini bir-birlab buyda ballığa, aynı oqub bəgən, kalasa söndürgəndən, bizden bunda qahramanlarımız var. Hatta məktəblərdə məsələn, başqaları özünün qahramanlarını desə, bizden bunda qahramanlarımız var, deyib eytib bərsə, başqalarına bizden şunu təşviq qılğan buldu. Demək, ballarımı bizde mi bakan qoğu deydi. Üzünü ikinci sınıf hesaplamaydı o çağda. Şunda boğandıkın ular qayaga barsa, biz hazır mesela vatansiz boğan bolsak mı? Ayda çaresiz qalgan bolsak mı? Ballarını minista biz degan mushundoq bir millat, mungda qahramonlarimiz chiqqan bir millat, biz bir kuni yana ash qahramonlarimizning izini basa olamiz degandek bunda ularda ashda bir g'ayrat, shijoat, shunda yaxshi g'oya aynan tiklanadi. Shunga bizning har birimizning burchi bolalarımızga vatanparvarlikni o'rgatish. Birinchidan o'zimiz avval vatanni yaxshi söyiş, haqiqiy vatanimizni söyiş, vatanimiz uchun qilishga tegishli kichik bir ishlarni aymaslik. Endi bu yerda vatanparvarlik, vatanni söyish, vatan uchun ish qilish desa, kallamizga shu inqilob, namoyishga o'xshash nurg'un ishlar keladi. Tamam, shu ishlar shuning eng cho'ng ishi, vatanparvarlikning eng cho'ng ifodasi. Uningdan boshqa turmushimizda, ibadetlerimizde, savdo setiqlarimizda, hayatımızda vatanparvarligimizni ifodalaydigan, vatanparvarligimizni kuchlantiradigan nurg'un ishlar bor. Har qanday ish kichikdan boshlanadi. Kichik ishlarni faqat oddiy sanamaslik kerak. Masalan, bizning bir Uyg'ur qarindishimizga savdo ishlarida bo'lsin, qataqli ishlar bo'lsin, bir Uyg'ur qarindishimizga, mushu bizning vatanimizningki, vatanimda billa vatanimning bilindi suyini ichgan, vatanimizning tuprog'ida billa yashagan mushu qarindishim deb ashunga e'tibor qilsak, bir Uyg'urningki beshiga kun kelgan bo'lsa, qiyinchilik tatib qolgan bo'lsa, shuningga yordam qilsak yo yordam qılanmasaqmı, yardım qıtqanlarga başlap qo'ysak yoki chiroyli maslahat bersak, masalan ba'zi vaqtida shu nimalarda ijtimoiy taratqularda chiqib qoldi, uyning ijarasini to'layolmabdi, kasal doktorxonaning pulini to'layolmabdi, bolasini doktorga olib borolmabdi. Anda degan ba'zi narsalar chiqib qoldi. Chiqqandan ashuni aniqlab, shu qandoq ekan, kim ekan deb hech bo'lmasa, shuni bir aniqlab, qo'limizdan kelsa 2-4 tal yordam qilib, agar qo'limizdan kelmasa, yordam qila oladiganlarga bunday ish bor ekan deb bersakmi, shu bir ishni o'zing qilolmasangmi, qila oladiganlarga shuni deb bersang, ko'rsatib qo'ysang, ashumi savobda, ashumi ibodat hamda. Men dalla ala xeyrin kefa'ali deydi Peygamber Aleyhisselam. Bir yaxshi ishga boshlab qo'ygan kishi shuni qilganga o'xshash deydi. Onun için bu vatanparvarlikning nadi kichik ashuna turlari bo'ladi mesela. Bunu bizning aile hayatımızda, dostluqlarımızda ve savdo setiqlarimizda, berish kelishlarimizda, bütün hamma ishlarda şu vatanimizga bo'lgan muhabbatni, vatan xalqimizga, bizning Uyg'urlarimizga bo'lgan şu muhabbatni oldingi o'rinda qo'ysak, hamma narsamizda bu isbotlanadi. Hamma narsamizda isbotlanadi. Şu an cho'ng gap qilishning hech hojati yo'q. Cho'ng ishlarni qilaman, cho'ng ishlar. Tamam, inshaalloh cho'ng ishlarga muvaffaq qilsin Alloh taolo. Kichik ishni qilmagandan cho'ng ishni qilmaydi. Her qanday kichik ish qilgan bo'lsa, odam cho'ng ishni qilyapman deb bilsa, shu ishning qimmatini bilsa, shu ish albatta uyg'onaydi, cho'qib uyg'onaydi. Shunga hech qanday
La tahqiranna minal ma'rufi şey'en dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yaxshi ishni hech qandig'ini kichik sanamang dedi. Kichik sanamaymiz, hech qanday kichik emas. Chunki u yo'g'inaydi. Niyatimizga qarab, uniki savobi katta bo'ladi. Shunga vatanparvarlikni ashunda umumlashtirishimiz kerakki, bu bizning hayotimizda butun ibodatlarimizdami, menish turishimizdami, gap so'zlarimizdami, oiladagi munosabatimizdami, qo'shnilar va do'stlarimiz bo'lgan munosabatimizdami, xalqimiz bo'lgan ko'z qarashimizdami, hammasida bizning vatanparvarlik, vatanga bo'lgan, vatan xalqimiz bo'lgan muhabbatimiz ifodalanib turishi kerak. Endi tamam, Uyg'urlarning ichidami ayndaqlik nachar odamlar bo'ldi, axloqsiz odamlar bo'ldi, sotqunlar bo'ldi, shunday odamlar bo'ladi. Hamma millatda bor bunday odamlar. Payg'ambar alayhisolamning zamonidami batdi. Keyingi zamonlarda batdi. Shunday yomon insonlar bo'ladi. Lekin biz ularni hisobga olmaymiz. Ko'p sonliqni hisobga olib turib, hatto shu bolalarimiz, atrofimizdagilar Uyg'urlarningki ba'zi bir nachar, ba'zi bir Uyg'urlarningki nacharligini yomanda desa, biz uni faqat umumlashtirishimiz kerak. U bir xil oz sondagi bir insonlarning ishi, ammo ko'p sonliq yaxshi edi. Mushu bolalarga ashunda tarbiya berish kerak. Bolalarningki engida, masalan, ko'p bolalarning engida bizning Uyg'urlar aynalik binasini qimmat sotadi va ishni yaxshi qilmaydi va shunday Uyg'urlarning ichida anda bunda nachar odamlar bor degan shunday nimani bolalarni ba'zida anda deyishdi-da, bunga raddiya berib, hammasi anda emas, intayin oz sondagi shunday qildi, har qanday millatda chiqdi bu deb anda qilish kerak. Yana shu bolalarga hamisha Uyg'urlarningki yaxshi taraflarini deb berish kerak. Uy ichida masalan, bolalarning yanında paloni anda qildi, paloni bunda qildi, paloni haromxo'r ekan, paloni yolg'onchi ekan, paloni soxtapaz ekan, paloni bundoq ekan degan gapni qat'iy bolalarning yanında demaslik kerak. Chunki biz uni deb bergandan keyin bizningki Uyg'urlarimiz shunday odam ekan deb qoldi. Yaxshi odamning gapini qanchalik ta'riflab bersak bo'ldi. Masalan, paloni shunda durust yaxshi odam ekan. Paloni olim shunda yaxshi ekan. Paloni ziyoli shunda astoydil odam ekan. Paloni tijoratchi shunda yaxshi odam ekan degan gapni qanchalik deb bersak mayli. Bizning xalqimizni qanchalik maqtab bersak bolalarimizning oldida bu vatanparvarlikni oshirdi. Ammo nachar odamlarni, qo'shnilarning nacharligini, tuqqanlarning nacharligini, do'stlarimizdan kelgan ba'zi qamlashmagan ishlarni masalan, ranjishlarni, buni bolalarning qilishda demaslik kerak. Hatto bolalar shikoyat qilib kelgandimi, adashlaridan, do'stlaridan, kishilardan shikoyat qilib kelgandimi, unda emas. Ko'p sonliqimiz yaxshi deb bunday qilish kerak-da. Shunday qilish orqali biz vatanparvarlikni kuchlandira olamiz. Vatanparvarlikni kuchlantirgan vaqtimizda bolalarimizga vatanning g'amini yeydigan bir g'oyani bolalarda tiklay olamiz. Agar biz shuni qilolmasak hamda bu dunyo namozimizni o'qib, ibodatlarimizni qilib, buda kaptik kessak, bizning vazifamiz tugamaydi uning bilan. Vazifa tugamaydi. Ibodat qilib qo'yganlik bilan vazifa tugamaydi. Chunki bizning hozirgi sharoitda, shu sharoitda unutilib ketgan qopqan, til yoziqi nobud qilingan, unutilib ketgan qopqan, unutuldirish maqsad qilingan boshqalar tarafidan shunday bir millatni qo'g'dab qilish uchun qo'limizdan kelgan hammani qilish birinchi bizning vazifamiz. Unga boshqa musulmonlarning vazifasi. Ama biz birinchilar bizning ishimiz bu. Vatanimizning g'amini yeyish hammadan burun bizning vazifamiz. Vatanning ahli biz. O'zimiz mindi qilib boshqalar bizni aktiv bo'lib ketgan ishlarni aytib hozir hamda biz birinchi aktiv biz bo'lishimiz kerak asli vatan ichida. Shunga shu to'g'rida qanchalik so'zlarni ozlik qildi. Biz shu bolalarimizga shu vatanparvarlikni singdirishimiz, vatanni yaxshi ko'rgizishimiz, Uyg'urni so'ydirishimiz kerak. Ya'ni Uyg'urni so'ydagan vaqtida vatanparvarlik bolalarning qalbiga o'naydi. Agar Uyg'urlardan nafrat qilib tursa bolalar, Uyg'urlarni undan nachar, unda qilib tursa, qanday Uyg'urning vatanini yaxshi ko'rdi. Shunga shu ishni aytib ko'ngilishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni yaxshi, dindor,
vatanparvar kishilardan qilsin.